Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirdik Facebook'taki qarindoshlarım, hammalarınki bugünkü şembe günüge mübarek olsun. Tünigen akşam saat 1'de seferge çıqqan. Ettigini saat 7'den 10'da Ankara'ya ketdimiz. Biraz bugün yani şu kılavatkan Facebook Kur'an halkımızdaki dersimizde Kur'an suylarının kimligi degan bu kitapni qilib kelayotgan canım qarindoshlar. Ögünüşümüz gayet yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Balkim bu darsni yoqtirmaydiganlar bo'lishi mumkin. Onun şu qarindoshimizningki o'zininki ko'z qarashi biz uni hurmat qilamiz. Nima yoqtirmaysa deb uningdan zorlaş yok. Her qanday bir insan özü yoqtirgan, xalagan ishni agar Allohning kitobiga va payg'ambar alayhisolamning sunnatiga to'g'ri kelsa, qilsa bo'ladi. Biz shuningga to'g'ri keldi deb qaraganligimiz uchun bu kitobni, ya'ni Mustafa Islom o'g'li Xo'janinki yozgan Qur'on suralarining kimligi degan bu kitobni Ankara'da bo'lsam-mu, o'zim yine bu 46. nuzul tertibi bo'yicha 46. dersga halqiga ketdikimiz, 46. dersga. Yani Ma'arij suresi degan sure ekan. Buningki 200 bu kitobning 213-betda. Bu kitobni Mustafa Islom o'g'li Xo'ja yozgan. Batur Qaraxalli Facebook'ta qarasanglar, Ender Qaraxalli deb chiqadi. Shu qarindoshimiz tarjima qilgan. Finlandiyadagi Heyta Hunkam buni besib mushab akagan. Bu yana mush uydan bakin. Bu kitob aslida qo'l telefondan o'zimizniki qo'l telefondagi er kitobdan qilay deb o'ylagan. Meni darsni eshib tayyor qilgan. Uni bu kitob bo'lg'achqa kitobdan qilsak texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylab, shunga shu kitobdan qilmoqchi bo'lardim. 46. ders 46. nuzul tertibi bo'yicha 46. sure Ma'arij. Buni miyaga yozib qo'yish imkoniyatim bo'lsa, hozir yozib qo'yay. 46 Ma'arij. Kadirli qarindoshlar, Allah kalbimizni Kur'an'a içib etsin. Biz şu Kur'an'ın ilmini övünüde de kılıvatkan gep, şu her günü sözlenip kitivatıdı bu deriz. Her günü birge sizler bana hemra bulab, bu dersten faydalanıvatsızlar deb oylayman. Nimişka Kur'an-ı Kerim degan çağda Allah'ınki, insaniyetinki kutuluş retspi halıda reçetesi deydi Türkçe. Bizge Kur'an-ı Kerim'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki elçilik vazifesini arqalab bizge yetkizib bergen. Şonlaşqa biz Kur'an'ni yaxshi tushunishimiz uchun Kur'an to'g'riliq yozilgan eserlerini, Kur'an'ның ma'nosini tushunib o'qishga yetaklaydigan eserlerini o'qishga muhtoj. O'qimay turib bir narsani bilgili olmaydi. Şuna Allah subhanahu taala tunji emrida o'qi degan. Shunlashqa o'qigan qarindoshlarimiz doktor, yoki bo'lmasa injener, yoki bo'lmasa davlat arboblari degandek har xil vazifalarni o'ziga tushliq o'tkazib o'tab kelyotdi. Shuni o'qimasdan bir yerga bog'liq bo'lmaydiganligini Allah subhanahu taala deb qo'ygan. Bizni o'qi degan kitobni Kur'an'ı yaxshi tushunish uchun shu to'g'ri yozilgan kitoblarni o'qishga majbur bo'ldik. 213-bet ekan, canım qarindoshlar. Sure Ma'arij suresi. Ma'arij suresi yuqori örleş, kütürülüş yoki yuqori örleş basamakları, yani basamakları diyeyim, peştakları
ve yoki yuqori o'rlash vositalari ma'nosini bildiradigan Ma'arij kelimesi mazkur suraning 3-oyatida tilga ilingan bo'lib, sura bu ism bilan atalgan. Her bir narsening ismi bek muhim. Şuna Allah subhanahu taala bizga Adem aleyhisselamga, Adem aleyhisselamga isimni ügetken. Değil mi ya? Şuna periştelerini secde kıldırıcı sebep ma şu isimni ügütüş arkalık bir isim diyen çağda onun bir manası olurdu. Şu şunlaşkıma bu isim göz aldığımız gelse isim anlagandan keyin o bir narsa ko'z oldimizga keladi. Şu bu ismima bu surening ismidama Ma'arij degan ma'nosi yuqori o'rlash, ko'tarilish, yuqori o'rlash, pashtaqli degan ma'nosi bor ekan. Ya'ni yuqori vositalar degan. Sa'ala sa'ilun ve vaqi deb atalgan. Sure Mekke'de nazil bo'lgan bo'lib, Hazreti Osman'a nispet berilgan meşhur Kur'an nazil bo'lish tartibida Haqqa ve Nebe suresi arasında tizilgan. Haqqa suresi bilen bu surenin mezmun cihetdeki yakınlığı nihayet iniq. Surenin mezmuni Mekke müşriklerinin Resulullah'a, Müslümanlığa ve himayecilerine kartılgan embargodun bir az burun yoki embargonun dastlabki mezgilida nazil bo'lganligini ko'rsatmoqda. Bunun asaslanganda bu sure Peygamberlikning 7-yilda nazil bo'lgan. Assalomu alaykum Levent abi, nasılsın, iyi misin? Surenin ana temisi ahiret bulup, hitap kılınğıcıda adalet emini şekillendirişini maksat kılmakta. Sure ahiretini inkar kılgıcılarının ahirette duçar bulduğun yürek doluğucu azaptan haber bergen halde başlandı. Onundan keyin ilahi kudretinin çoğunluğu ve ilahi müdahalenin tezlikini ima kıldı. Andan inkar kılgıcı insanın sübetleri ve ahiretteki yalğızlığı obrazlık halde bayan kılındı. Bu böleknin ahirki ayetleri tilgilinden psikikliknin sebebi onundan keyin başlangan böleknin 1. ayetide bayan kılındı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane hulika halu'a halu'an iza messehu şerru cezu'an ve iza messehu'l hayru menu'an. Sadakallahu azim. İnsan hakikaten çidamsız yaratıldı. Onunla yoksuzluk, yoki kasallik, yoki korkunçlik birer ko'ngilsizlik yetken çağda zarlangucudur. Birer yaxshilik yetken çağda onu başqalardan qizg'angucudur. Bu kasallikning davosi yo'q emas. Bu surening 22-dan 35 oyatlargacha bo'lgan aralıktaki bu ayetler bu kasalning davosiga ayrılgan. Surede yana inkarchilarning Rasulullah qaratgan og'zaki arziyatlarga qarata Rasulullahga tasalli berilgan. Surening oxirida so'z yana boshqa qaytib, qiyomatda inkar qiluvchi insonning holiga munosabatlik bayonlab berilgan bo'lib, inkar qiluvchilar ogohlantirilgan. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. O günde
Sadaqallahu azim. O günde ular kabirlerden çıkıp xuddi tiklep koygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. Ular Allah'tan uyulup yuqori qarayolmaydi. Ularni xo'rliq urib oladi. Ana shu ularga va'da qilingan kundir. Qadrli qarindoshlarım, Allah bizni o günden saklasın. Yani bu dünya o dünyanın ikinliki. Yani nime terigan bolsak şunu alımız. Lekin Allah özününki ayetlerinde sizlerinin en yaxşı amellerimlerden tanlap durup şunun bilen sizlerni mukopotlayman deydi. İnşallah Allah günahlarımızı mağfiret kılsın. Lekin mağfiret kılmayman deydigan bir günahı var. O bolsa günah var. O bolsa mı? Şirk. Hem de şirk nima? Qanday chaqda shirk holatiga tushimiz degan chaqda biz Alloh subhanahu taoloninki asmasini 99 asmasini yaxshi bilmasak, ya'ni uni shu Qur'oni Karimdan yaxshi o'rganib, Alloh bizni o'zini, islomni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni, tabiatni, koinotni, insoniyatni hamda g'ayb ve g'ayb bo'lmagan alam bular to'g'riliq bizga ma'lumot bergan. Agar biz Allohning qil deganini qilmay, yaqinlashma deganni yaqinlashmay, Allohga boshqa bir sifatlarni bichib, uningga boshqa narsalarni, uningdagi sifatlarni insonlarga berib, yoki bo'lmasa insonlarga Allohga topgandek topib, Allohga ibodat qilgandek ibodat qilib, manda qilgan ish bo'lib qolsa, Allohga shirik qo'shib qo'ysak, bu chatoq chiqadi. Şunların hammasi nimeden qandaq chaqda şundan qutula olamiz degan chaqda aqlimizni ishlatib Qur'onninki ma'nosini Allah zoti nima demoqchi, bu surada nima deyilmoqchi degan o'xshashmi shunda tafakkur qilmagan chaqda biz Allohning deganini qilmay, demaganini qilib selib xato qilib qolamiz. Agar bu dunyoda biz Allohning deganini qilsak, ahirette, kıyamette inşallah. Şunlaşkı kırındaşlar Kur'an'ın eşkadan yeri de dini bilim, fenni bilim de ayırmalı. Her işkili bilim birisi kainat kitabını oku, yeni birisi Kur'an kitabını oku. Kur'an kitabını okuyan vaktimizde onda ayrışının ki toğra mesleğini biz bilip yeterleyimiz. Şuna bu ahiret, kıyamet toğruluk inkar kılıcılar, kıyamet bulmaydı diyiciler, bu dünyada yani ani yaşa, yani just do it. Onun ki bu dünyada oyunu al, külü al, kakşı al, yaşı al, o dünyada oylap ketmeyin sen de bizni tüketim, yani bizni istimalçılar, daim istimal qilib turadigan, to'xtamasdan o'zininki shahvatlari bo'yicha ish qiladigan shunday bir odamga aylanib qilishdan saqlanish uchun biz yani qiyomatni to'g'riroq berilgan xabarlar, qiyomatni inkor qiluvchilarning qanday ahvolga tushib qolganligi bu dunyo va oxiratda u to'g'riliq Allohning bizga bergan yo'l yo'riqlariga amal qilishimiz kerak, shuni yaxshi o'rganishimiz kerak. Shuni qarindoshlar, bugungi darsimizdagi Ma'arij surasininki qisqacha mazmuni shundoqkim, sizlar agar xohlasanglar Tor kitob degan tor betimizdan, Facebook guruhimizdan Qur'on suralarining kimligini uyg'urchasini tushirib ola olasizlar. Türkçesini düşün yayıncılıkta, yani her qanday bir kitapxonadan setib olasizlar qarindoshlar. Anda olsa bugün Ankara'dan Abdulaziz Beşto'g'ra qarindishim hammalarga salom yo'lladi. Boshqa qarindoshlarimizni salomı bor. Havo sovuq, bugün qor yog'ibdi, atgan qarasam atrof qor. Shunlashqa İstanbulda qor yoqqan bo'lishi mumkin balkim. Ama dikkat kılınla, selametlik pek mühim, sağlam tende sap akıl deptikin.
Hepiniz kendinize dikkat ediniz. Sağ sağlam olmak için dışarıya çıkarken giyimlerinize dikkat ediniz. Kalın giyininiz. Kendinizi korunuz. Allah'ın amanetini koruyunuz. Sizler de Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü Facebook Kur'an halkımızdaki Kur'an sürümünün kimliki dersimiz inşallah tamam oldu. Allah'a emanet deymen.